YouTube'da millionlab prosmotr bo'lgan karam tuzlashni Instagramda o'rganamiz. Buning uchun kerakli miqdorda karamimizni olamiz. Men bitta karam tuzlab ko'rsatdim. Bo'laklarga bo'lib, idishimizga solib, to'g'ralgan chesnok, ukrop solamiz va iliq yoki iliqdan ozgina issiqroq suvimizga tuz solib, yaxshilab eritib yuboramiz va karamimizni ko'madigan darajada qilib suv quyamiz. Ustini og'irroq narsa bilan bostirib, xona haroratida 4-5 kunga qoldiramiz. Oradan vaqt o'tgandan keyin xuddi shunaqa xiralashadi suvlar, to'kib tashlaymiz, karam o'zini ham yaxshilab yuvib tashlaymiz va achchiq surishimiz kerak bo'ladi. Xohishga ko'ra qizil bolgarskiy, chesnok, qalampirni qirg'ichdan chiqarishimiz yoki misarovkadan o'tkazishimiz mumkin. Ozgina tuz bilan yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor karamimizni hamma yog'iga yaxshilab surkab, ustidan ozgina oddiy suv quyamiz va xolodilnikda 2-3 kunga yuvoramiz. Mazalari bir-biriga o'tishi uchun. Tuzlamamiz tayyor. Endi bemalol taomlar bilan iste'mol qilamiz. To'liq ma'lumot videoni ostida qoldiraman. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang.